Assalomu alaykum hurmatli Fors tili kanali kuzatuvchilari. Yangi darsimizni boshlaymiz. Ushbu darsimizda avvalgi darsimizda o'tilgan so'rov gaplarining yasalishi mavzusiga oid mashqni ko'rib chiqamiz. Ushbu mashqimiz darsligimizning 60-betidagi birinchi topshiriq bo'lib hisoblanadi. Ushbu topshiriqda o'zbek tilida berilgan gaplarni fors tiliga o'girish aytilgan. Shuni doskada bajarib qo'yganman. Hozir o'zbekchasini va forsisini aytib beraman. Demak, mashqda aytilgan o'zbekcha gaplar berilgan. Unda birinchi gapi bu nimadir? Tarjima qilib yozib qo'ydik. In chist, ya'ni bu in degani, chist nima degani. Buning javobi bu sumkadir, ya'ni in kif ast. Bu in sumka, portfel, kif astdir, ya'ni bu sumka yoki bu sumkadir bo'ladi. Keyingi gap in buxoriy ast, ya'ni bu pechkadir degani. Keyingi gap so'rov gap in sandali ast. Aytgan edik, so'rov gaplar 3 xil yo'l bilan yasaladi. Ushbu gapimizni, ya'ni bu stulmi degan o'zbekcha gapni fors tiliga o'girishda 2 xil uslubdan foydalansak bo'ladi. Birinchisi intonatsiya bilan, yana hozir aytganimizdek in sandali ast gapning oxiriga borib ohang ko'tariladi va ikkinchi turi mana bu yerdagi singari oyoni qo'ysa ham bo'lar edi. Oyo in sandali ast. Biz birinchisini qo'lladik. Demak, in sandali ast bu stulmi? Javobi bale. In sandali ast, ya'ni ha, bu stuldir bo'ldi. Keyingi so'rov gapimiz bu stul yangimi deyilgan. Biz bunda oyo so'roq yuklamasidan foydalandik va quyidagicha gap hosil bo'ldi. Oyo in sandali new ast, ya'ni bu stul yangimi? Bilamiz, oyo va magar so'roq yuklamalari bilan yasalgan gaplar bale yoki naxir javoblarini talab qiladi. Ya'ni ha bo'lsa baleni, yo'q bo'lsa naxirni ishlatamiz. Bu yerda naxir in sandali new nist ko'hne ast. Tarjimasi yo'q, bu stul yangi emas, eskidir bo'ldi. Keyingi gapimiz u daftarmi deb berilgan o'zbekchasi. Buni ham 2 xil yo'lda yasasak bo'lar edi. Birinchisi ohang yordamida, ya'ni on daftar ast deb ohangni ko'tarsak ham bo'lardi. Biz bu yerda oyoni ishlatganmiz. Oyo on daftar ast, ya'ni u daftarmi? Javobi bale. On daftar ast. Ha, u daftardir bo'ldi. Keyingi so'rov gapimiz bu nimadir kelgan yana, ya'ni in chist. Javobi in majalle ast, ya'ni bu jurnaldir bo'ldi. Keyingi so'rov gapimiz bu ham jurnalmi? Gapi o'zbekchada forschaga o'girganda oyo in ham majalle ast, ya'ni bu ham jurnalmi deb so'rayapti. Javobi bale in ham majalle ast, ya'ni ha, bu ham jurnaldir bo'ldi. Keyingi gapimiz oyo devor sefid ast, ya'ni devor oqmi? Bale devor sefid ast, ha, devor oqdir. Keyingi gap gach ham sefid ast, bo'r ham oqdir. Keyingi gap magar on doktor korgar ast, ya'ni u qiz ishchimi? Magar bilan oyoning farqini aytgan edik. Magar ishlatilganida so'zlovchining shubhali aytgan gapiga ishonch yo'qligini bildiradi. Bu yerda ya'ni haqiqatdan ham u qiz ishchimi deb so'rayapti. Javobi naxir on doktor korgar nist donishchu ast. Yo'q, u qiz ishchi emas, talabadir. Keyin pas in chist. Xo'p, bu nima? In qog'oz ast. Bu qog'ozdir. On chist ham qog'oz ast. U narsa ham qog'ozdir. Magar taxte so'rx ast, ya'ni doska qizilmi? Naxir taxte so'rx nist siyoh ast. Yo'q, doska qizil emas, qoradir.
این مداد ham siyoh است. Bu qalam ham qoradir. Endi bu tarafdagi gaplarni ko'ramiz. Oyo in Buxoriy است. Bu pechkami? Buxoriy pechka degani. Javobi naxir. In Buxoriy nist. Dar است. Yo'q, bu pechka emas, eshikdir. On chist. U nima? On panjare است. U derazadir. Keyingi gap. Oyo in ro'znome ko'hne است. Bu gazeta eskimi? Javobi bale. In ro'znome ko'hne است. Bugungi bajargan mashqimiz ana shu edi. O'zlaringiz ham mustaqil ravishda o'tgan darsda o'tilgan 3 turda yasaladigan so'roq gaplar bo'yicha ko'proq gaplarni yasashga harakat qilinglar, takrorlanglar. Zero bilimning onasi takrordir. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.